Anlaşımçı Ümücük dünyadaki en yaman hakirken. O da iki qitim NASA'nın işi götürüp kanunsuz kirip alemle ara seferge tosalgı boptu. Ular aslında Ayşarık bağmaşken tok. Neticede Maris konuşu mecbur bop kaptı. Davatqanыңla qaysi Ümücük? Onun bir dostu xalas. Oh, men taxsilarni dunyodagi eng yomon hakkar Ümücükning gapini qilayotamdikin debdiman. Siz o Ümücükni bilemsiz? Ha, azroq bilaman. Lekin bir buxgalterning hakkar bilan nima ishi bor? Qiziqman Nina. O mening hisobotimda necha dollarni o'g'irlabdi. Ya'ni ularning hisobotiga qonunsiz kiribdi. Shundaq-ku birodarlar. Shundaq o meni ko'rgazmaxonamga o'g'irliq chiqarib, derizlardan boshqa ham narsani o'g'irlab ketdi. Ya'ni teg'i. Siz Ümücükni qanchalik tushunasiz? Teshqi, mening tadqiq qiladigan mazmunim hakkarning hujumi. Ümücükdan mening ilmiy maqalamdagi tadqiqot deyman. Siz Ümücükning kimligini ne turdiganligini bilamsiz? Bir qatim uni topayil deb qolgan edim. Anglashimcha, oxirgi qatim o'shanganda paydo bo'lib ekan. Lekin men uni tepib olay deganda u yana qochib ketdi. Agar xohlasangiz yana bir qatim sinab baqsam bo'ladi. Bek yaxshi bo'ldi Nina. Ko'pchilik uchun yana bir qatim sinab baqsangiz. Charlie. Uyqum kelyapti-du. Undaq bo'lsa uxlang. Uxlamayman, men qahva damlab bering. Men onu tapdım. O poçtayo'lar meni topshirib oldi, uni ochdi. Men uning sistemasiga o'g'irlik chiqardim. Ümücük o Hindistonlikkan. Oh, shangim kelmayapti. O shu tapda Goat ekan. Nima? Uni adresini topib bo'lamdi. Uning pochta adresi. Ver ko'chasi 304-numurli qora. Angela, mangayli. Tez. Sen maşinada qilib qol. Ma'qul. Ro'ya, Bilal, liftga o'tirib uning eshigini to'singlar. Rani eshigimiz palampaydan to'saylik. Hey, pisa to'shig'ichi. Pisani yetkazmay turib qaytibsan-ku. Rani, uni topdim. Pisa to'shig'i uchun to's.